Uyg'ur oilasiga kelin bo'lib tushib, uyg'urcha lag'monni hamma sir-sanoatlarini bilib olganman. Hozir sizlar bilan bo'lishaman. Avvalambor yaxna suvga qattiqqina xamir qorib olamiz. Xamirni ko'p marta mushlab tindiramiz. Yaxshilab tingan xamirimizni yoyib, lentichkalar qilib kesib olamiz. To'liq retseptni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Yana uzoq vaqt tindiramiz. Tingan xamirlarimizni cho'zishni boshlaymiz. Har bitta etapdan keyin xamirni yaxshilab tindirsanglar, xamiringlar osongina cho'zilib chiqadi. Xamirni lenta qilib kesganimizdan to cho'zib pilta qilgunimizgacha har safar yog'lab qo'yamiz. 2-3 marta cho'zilgan xamirimizni yaxshilab stolga uramiz va qaynab turgan tuzli suvga solib, bitta qaynashi bilan suvdan ko'tarib muzli suvga chayib olamiz. Xamir cho'zishni qaynona oyijonimdan o'rgangan bo'lsam, go'sht sayni o'z usulimda tayyorlayman har doim. Yog'ini ko'proq solib, go'sht, chesnok, ziravordan solib, bitta yaxshilab qovurib olaman. Go'shtni xom rangi ketgandan so'ng pomidor, selder, tomatlarni solib, yana yaxshilab jizillatib qovuramiz. Keyin oq turib basay karomlarni ham solib, ketidan svetofor perislarni solib, har bitta masalliq solingandan keyin обязательно yaxshilab qovurishingiz shart. O'shanda shira tortib, mazali chiqadi sayili. Lag'monga kerakli bo'ladigan ziravorlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Oxirida suv solamiz va 5-10 minut qaynagandan so'ng o'chiramiz. Yoqimli ishtaha.